Aka, Kelinglar. aka bizlar bitta qiz-ku 1,200,000 pulimiz qolgan ekan, o'rtamizda o'shani berib yuborsangiz ketardik, aka. Hop, endi meni hisobim bo'yicha hisoblaymiz-da. Hop, aka. 28 ta ko'l olib kelib berganman, muzdeymizda. Ha. Ichgansizlar. Hop, keyin tokdan foydalangansizlar. Elektrdan hammangiz telefonlarni zaryadga qo'ygansizlar. Hop. Keyin 4 qop shpagulikka qotirib tashlagansizlar musorga. Uni ham hisoblab qo'yganman, ko'rganman. Keyin bir 5 marta 6 marta tarvuz olib kelib berganman. Uni ham yegansizlar. O'shanda hisoblab chiqib 200,000 pul berishim kerak ekan sizlarga. Mana shu 200,000 pulinglar qolibdi. Hop, aka. Mana. Aka, transfersiya chiqibdi. Hop. Shogird 50 marta hojat xolaga kirgan edi. O'sha hisoblayapsiz? Vo, bering, o'shamlar cho't bo'ladi. Bunaqa odamni ko'rmaganman. Keyin shu bilan rasmga tushib olamiz. Yuring. Aka rasmga tushib olaylik.